18-apreldan dollar kursi quladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Siz xarid qildingizmi? Magnitli bilaguzuklar inson organizmi uchun qanchalik foydali ekanligini bilasizmi? Agar bu haqida bilganingizda avvalroq shuni xarid qilgan bo'lardingiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, hoziroq xarid qilishni istasangiz, kommentariya va opisaniyadagi silka ustiga bosing. Hech kimning yordamisiz magnitli bilaguzugingizni o'zingiz buyurtma qiling. Mahsulotimizning narxi 40 ming so'm. Yetkazib berish xizmati mavjud. Markaziy bank 16-apreldan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 17,40 so'mga tushib 14,744,45 so'm qilib belgilandi. Rubl kursi 60 so'mga yuqorilab 158,28 so'm qilib belgilandi. Dollarning rasmiy kursi 30,16 so'mga tushib 12,964,43 so'm qilib belgilandi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bir dog'nadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.